Assalomu alaykum. Men Jo'rabek Kulnazarov. Franshiza yo'nalishida 5 yildan buyon ishlab kelyapman. Hozir biz sizlar bilan franshiza sotib olishdagi top 6 ta xato haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin sahifamga obuna bo'ling. O'zi aslida franshizani nima uchun sotib oladi? O'zi tushunmagan, tajribasi yo'q bo'lgan sohani tayyor tizim, tayyor auditoriya, ya'ni ishonch insonlar tomonidan ishonch bildirilgan tayyor auditoriyasi bor bo'lgan biznesni sotib olib, u orqali qo'shimcha daromad qilishlik uchun sotib olinadi. Lekin franshizani noto'g'ri tanlash oqibatida pullarni havoga uchiradi. O'zi aslida har qanaqangi biznes 6 ta ustunlar ustiga quriladi. Ulardan birinchisi yuridik bo'limi. Siz yuridik bo'limida nimalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda shartnomasiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Shartnomada agar o'zingiz tushunmasangiz, mutaxassislar orqali uni yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun, yuridik bo'limini ikkita himoyasi bor. Ichki himoya, tashqi himoya. Sizga franshiza sotib beruvchi sizga ichki himoya, ya'ni sizni kadrlaringiz o'rtasidagi shartnomani ham qilib berish kerak bo'ladi. Endi tashqi himoyada misol uchun brend patentlanganmi, ularga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biznesda egalar kimlar, brendni patentlaganmi, qanchalik himoya qilingan. Chunki siz u bilan biznes partnyor bo'lyapsiz, sherik bo'lyapsiz. Agar ular qulasa, siz ham qulashligingiz mumkin. Shuni hisobiga tashqi himoyani ham siz e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. Endi yuridik tarafidan yana siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu shartnomaga qarash kerak bo'ladi. Shartnomada aytish kerak. Masalan, siz ular franshizani sotib olayotganingizda necha yilga sotib olyapsiz? Kimdir 3 yil, kimdir 5 yil, kimdir 4 yil ga belgilaydi. Siz o'sha yillarni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Har oy royalty necha foiz, o'shalarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shartnomani erinmasdan, shoshmasdan yaxshilab e'tibor berib, ularni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu moliya bo'limi. Ya'ni moliyada qanaqa? Moliyada ikki xil model bo'ladi. Ya'ni общий konsepsiya, ya'ni biznesning modeli, ularni ham siz ko'rib chiqishingizga haqqingiz bor. Chunki siz biznes egasi bilan, franchizer bilan siz partnyor bo'lganingiz uchun o'zini masalan 1 yildan keyin, 3 yildan keyin, 4 yildan keyin qaysi cho'qqiga chiqmoqchi, siz ularni ham ko'rishga haqqingiz bor. Ikkinchisi bu o'zingizni franchise, ya'ni o'zingizni franshiza modelingizni moliyaviy modelini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Unga o'zingiz tushunmasangiz, yaxshi moliyachi bilan analiz qilish kerak bo'ladi. Ya'ni zarar nuqtasi qancha, men necha yilda biznesim oqlaydi, necha yilda masalan, misol uchun deylik franshizani sotib oldingiz, 6 oyda ham sizga agar daromad olib kelmasa, u yerda nimalarga qaraymiz? Mana shu shartlarni ham siz ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu asosiy qismi, bu moliyaviy modelni yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi bu marketing bo'limi. Marketing bo'limi albatta tizimlashgan bo'lish kerak bo'ladi. Marketingda o'zi ikkiga bo'linadi aslida. Brand marketing, trade marketing. Brendda ya'ni obro'y bo'yicha qanchalik shug'ullangan ular. Ya'ni sotuv bo'yicha qanchalik. O'sha marketing yo'nalishini siz shoshmasdan obdon kuzatishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi bu sotuv bo'limi. Sotuv bo'limida ham siz juda ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Chunki bizda ustozlarimiz qanaqa o'rgatardiki, deylik, biznesda misol uchun turba deb oladigan bo'lsak, turbani bir uchi agar minglik turba qo'yilgan bo'lsa, agar chiqib ketish jarayoni agar 100 lik turba bo'ladigan bo'lsa, natija 100 lik bo'ladi. Shuni hisobiga sotuvdi, ya'ni ikkinchi tarafini uchi bu sotuv hisoblanadi. Shuning uchun demoqchimanki, mana misol uchun kimdir ishlab chiqarishiga, ya'ni klient kelishiga, polkalar taxlanishiga hammasiga e'tibor bergan bo'ladi. Bu turbani bu qismi, lekin sotuv qismi agar kichkina, ya'ni ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa, natija ko'proq sotuvga bog'liq. Shuning uchun ko'proq sotuvga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana misol uchun, sotuvda misol uchun deylik, sizni sotuvchilaringizni skriptlarigacha siz ko'rishingiz kerak bo'ladi. Masalan, misol uchun deylik, men bitta franshiza sotib oldim. U franshizada bizda arzon emas, bizda hamyonbop degan so'zlar ishlatiladigan so'zlar bor. Masalan uchun eshikdan kelganda o'rnidan turib qanday muomala qilish kerak. Ya'ni biznesning yo'nalishiga qarab sizni xodimingizni ular mijoz bilan gaplashayotganligi har biri individualniy yondoshilgan bo'ladi.
har bitta franshizani sotuv skripti alohida bo'ladi. O'shaning uchun o'sha sotuvga alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Beshinchisi bu HR. Bu juda ham muhim. Ya'ni siz tabiiyki, misol uchun biznes kattargan sayin, ya'ni xodimga bo'lgan ehtiyoj kattaradi. Mana misol uchun deylik, Domino'sni olaylik. Domino's dunyo bo'ylab 17 mingta shoxobchaga ega. Endi o'rtacha pizzeriya yo'nalishida 10 tadan 30 tagacha bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'rtasini olib agar 15 ta xodim deb oladigan bo'lsak, 17 mingtani 15 ga ko'paytirsak 250 mingtadan ortiq xodim bo'ladi. Ular bir vaqtda o'zida qanday qilib o'shancha xodimni boshqaryapti? Ya'ni HR bo'limi qanday yondashyaptiki, ular franshizada bunaqangi muvaffaqiyatga erishyapti. Endi siz HR bo'limida siz tizimli xodimni boshqaryaptimi, yo'qmi, o'shanga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xodimni emas, tizimni boshqarsagina o'sha muvaffaqiyatga erishadi. Shuning uchun HR bo'limida siz xodimlarni tizimli boshqaryaptimi, yo'qmi, o'shanga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Oltinchisi bu IT bo'limi hisoblanadi. Chunki IT bo'limi juda ham muhimki, nimaga? Chunki franshiza tizimlar ustiga quriladi. Ya'ni tizim qanchalik ITlashtirilgan, uni ERP'si alohida o'zi uchun franshiza uchun qurilganmi, CRMlari qanaqa bo'lgan. Mana misol uchun deylik, men bitta franshiza sotib oldim. Deylik, unda 100 xil tovari bor edi. O'sha 100 xilni bittasida 100 ta tovar keladigan bo'lsa, o'sha tovarni 9 ta yoki 10 ta qolganda o'zi avtomatik signal berib, ya'ni inson faktori kam bo'lgan holatda uni qanchalik tizimlashganligini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'shanda biznesingiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Mana shu 6 ta ustun orqali siz muvaffaqiyatli franshiza sotib olishingiz mumkin. Sahifamga obuna bo'ling. Sahifamda franshiza va passiv daromadlar haqida o'z bilimlarimni bo'lishib boraman.